Mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p savollarga sabab bo'luvchi masalalardan biri mehnat ta'tillari bilan bog'liq masala hisoblanadi. Juda ko'pchilik yillik mehnat ta'tillari to'g'risida ma'lumotlarga ega, ammo ish haqi qisman saqlangan va ish haqi saqlanmaydigan ta'til turlari va ularni berish tartibi to'g'risida ma'lumotga ega emas. Va ko'pincha holatlarda xodim ish beruvchidan ish haqi qisman saqlanadigan yoki ish haqi saqlanmaydigan ta'til so'rab murojaat qilganda ish beruvchi bu narsani rad qiladi yoki agar bunaqa holat amalga oshiriladigan bo'lsa ishdan bo'shatish bilan tahdid qiladi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi bo'yicha mehnat ta'tillarining turlari sifatida ish haqi qisman saqlanadigan va ish haqi saqlanmaydigan ta'til turlari ham ko'rsatib o'tilgan. Ish haqi qisman saqlanadigan ta'til turlari endi xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasi yoki ommaviy shartnomalar bo'yicha boshqa tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, bu xodim bilan ish beruvchi o'rtasida o'zaro kelishuv asosida amalga oshirilishi belgilangan va bu xodim ariza bilan ish beruvchiga murojaat qilgan vaqtda bu holatda xodim roziligi uni arizasi sifatida qabul qilinadi va ish beruvchi bilan xodim o'rtasida kelishuv tuziladi, ya'ni ish haqi qisman saqlanadigan ta'tilning davomiyligi va to'lanadigan to'lovlar tartibi o'zaro kelishuv asosida hal qilinadi. Endi ushbu kelishuv amalga oshirilgandan so'ng xodim bilan ish haqi qisman saqlanadigan ta'til berilishi mumkin va bunda to'lanadigan to'lovlar miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmasligi belgilangan. Endi undan yuqori bo'lishi mumkin, lekin eng minimal miqdori shu belgilanadi va bu holatda ish beruvchi ariza bilan xodim murojaat qilganda bu narsani qabul qilib qanoatlantirishi shart. Endi ikkinchi holatda, ya'ni ish haqi saqlanmaydigan ta'til turlari, ya'ni bunda ham xodim ariza bilan ish beruvchiga murojaat qiladi va bu holatda uning davomiyligi 12 oy, ya'ni 1 yil davomida 3 oydan ko'p bo'lishi mumkin emas. Endi undan kamroq bo'lishi mumkin, ammo eng maksimal miqdori 3 oydan ko'p bo'lishi mumkin emas. Endi karantin holatlarida yana 3 oygacha, jami 6 oy muddatgacha ish haqi saqlanmaydigan mehnat ta'tillari berilishi mumkin. Endi ish haqi saqlanmaydigan mehnat ta'tili berilganda, ya'ni bu holatda xodimning ish o'rni saqlab qolinadi va unga ta'til beriladi. Va xodimga ish haqi saqlanmaydigan mehnat ta'tilini berish shart bo'lgan holatlar ham mavjud. Ya'ni birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lganda, urush guruhi nogironligi bo'lgan holatlarda, undan tashqari 3 yoshgacha farzandi bo'lgan shaxslarga nisbatan ish haqi saqlanmaydigan mehnat ta'tillari berish shart ekanligi ko'rsatib o'tilgan va boshqa holatda ham xodim ariza bilan murojaat qilgan taqdirda unga ish haqi saqlanmaydigan mehnat ta'tili beriladi va faqatgina uning davomiyligi masalasida tomonlar o'zaro kelishuv amalga oshirishi lozim bo'ladi va maksimal miqdori aytib o'tilgandek 3 oyni tashkil qiladi. Agar sizga ham mehnat va boshqa huquqiy masalalar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.